Assalomu alaykum. Bugun videoni oxirigacha tomosha qilib, giloslarda changlanishda, meva tugishida yoki urug'lanishda eng asosiy masalalar nimaligini to'liq tushunib olinglar. Giloslarda hosildorligini oshirishda yo'llarini bilib olinglar va hamma uchun qiziq bo'lgan eng ko'p ekilgan valovoy sertsa navi haqida qayerga ekib, qanday qilib yuqori hosil olishimiz mumkin, bu haqda ham men o'zimni tavsiyalarimni aytib ketaman. Oxirgi mana 15, 20, 25 yillik ichida kam hosil navlardan qanday qilib boshqa davlatlarda yuqori hosil olishyapti, bu haqda ham video davomida gaplashamiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib, like bosishni va kommentariyada o'zingizlar fikrlarni bildirishni unutmanglar, chunki bu yerda tushgan savollarga Telegram kanaliga o'tib turib javoblarni olishinglar mumkin bo'ladi va videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, bitta kichkinagina sovg'achamiz bo'ladi. O'shani ham aytib o'tib ketaman. Boshladik bo'lsa. Gilos changlanishida 3 ta asosiy nuqta bor. Shuni hamma tushunish kerak. Buni juda oddiy tilda tushuntirib beraman sizlarga. Birinchi o'rinda giloslar o'zini changlatmaydigan, changlata olmaydigan nav bo'lsa, mana hozir Giant Red'ni oldida turibmiz. Toshkent viloyatida va uni changlatuvchisi qilib mana ekilgan. O'sha paytda endi bor narsa o'sha bir xil gullaydi deb ekilgan. Chunki Giant Red yangi nav, uning uchun bir alohida changlatuvchi kelmagan. O'sha paytda bu bizning ko'chatlar emas, Norchon tog'idagi ko'chatlar emas, boshqa joydan olib ekilgan, lekin konsultatsiyasini polniy o'zim qilaman. Endi bu yerda mana keyingi nav, qarab mana yonma-yon solishtiradigan bo'lsak, gullashi 50% to'g'ri kelsa, men xursand bo'laman. Demak, birinchi o'rinda giloslarda yaxshi meva, yuqori hosil olish uchun o'zini changlatolmaydigan navlarga changlatuvchi kerak va u bir xil paytda gullash kerak. Bu yerda 50% bizda hozir gullashi bir-biriga to'g'ri kelyapti. Ya'ni birga bir to'g'ri kelishi bu ideallik hisoblanadi. Shuning uchun kam hosil navlarda nima qilinadi? Ikkita changlatuvchi qo'yiladi. Xuddi mana shu sababga ko'ra, bittasi sal ertaroqdan gullab 50% bosh qismini yopadi, keyingisi sal kechroq gullab turib, keyingi qismini yopadi. Ya'ni bitta qiyin changlanadigan bo'lsa, bog'inglarda yaxshi hosil olishinglar qiyin bo'layotgan bo'lsa, bitta emas, ikki xil changlatuvchini bog' bo'ylab sxemada tarqatishimiz kerak bo'ladi. Bu o'ta muhim masala hisoblanadi. Endi tasavvur qilinglar, umuman changlatuvchi ekmagansizlar, dori bilan hosil olishning imkoniyati yo'q. Shuni yaxshi tushunib olinglar. 95% ishni mana shu changlatuvchi hal qiladi. Bir xil paytda gullashi hal qiladi. Endi yana bitta faktor bor. Giloslarda geni bir xil bo'lishi mumkin. Masalan, ikkita gen bor asosiy ta'sir qiladigan. Buni hali qiyin tuyulishi mumkin, lekin bilishimiz kerak. Masalan, bu S1, S3 geniga ega bo'lsa, bu ham S1, S3 bo'lsa, bir xil gen bola paydo bo'lmaydi, danak, ya'ni urug'lanish bo'lmaydi, meva tuga olmaydi. Shuning uchun buni geni kamida bitta bilan farq qilish kerak. S1, S3 bo'lsa, bu S1, S4 yoki S2, S3 bo'lishi kerak. Shunda 50% changlatuvchi bor. Agar ikkala genida ikkalasi ham raqami farq qilsa, bu raqamlar qayerdan bilamiz desanglar, mening gilos kitobimda alohida tablitsa qilib yozilgan, gullash to'g'ri kelish davri bo'yicha va geni bo'yicha yozilgan va o'sha tablitsaga qarab turib sizlar navni tanlasanglar bo'ladi changlatishga. Demak, buni keyingi masala gullashi bir xil bo'ldi, boshqa nav ekdik, gullashi bir xil bo'lishi kerak va geni har xil bo'lishi kerak. Mana shu asosiy changlatuvchiga bo'lgan talablar hisoblanadi. Endi bular bilan bosh og'riq qilmasdan menga osonroq yo'lini aytadigan bo'lsanglar, o'zini changlatuvchi nav ekamiz. Agar sizlar shu narsalarda masalan kichkina joyda qilmoqchi bo'lsanglar, katta bog'larda bitta navda o'zini faqat changlatuvchilarni qilishni yetishtirish qimmatga tushadi. Shuning uchun kichkina joylarda masalan faqat o'zini changlatuvchilar bilan ish qilsak bo'ladi. Nimaga degan savol tug'iladi. Nimaga o'zini changlatuvchilarni katta gektarlarga ekkanimizda nima bo'lishi mumkin? Ya'ni u o'zini changlatuvchilarda hosili ko'p bo'ladi va ularni yiriklashtirish uchun ko'p ishlar qilishimiz kerak bo'ladi. Va bu hech narsa emas aslida, katta bog'larda ham buni qilish mumkin. Tabiatan kam meva qilib turib, ko'proq yirikroq bo'ladigan navlar kiradi. Demak, chalg'ib ketib qolmaymiz. Changlatuvchi nav mana bo'lishi kerak. Bu har kamida 12-15% gacha bo'lishi kerak. Bitta nav bo'lishi mumkin 10% dan yoki ikkita nav qilishinglar mumkin 10% dan 20% bo'ladi yoki 7,5% dan jami 15%. Demak, bu asosiy talablar. Endi birinchi demak changlatuvchini joylab qo'yib oldik. Endi keyingi etap nima desanglar, endi bizga ob-havo, ya'ni ari, keyingi etapda ob-havodan oldin ari bo'lishi kerak. Qachon ishlaydi? Agar gullash davrida mana hozir haroratni qarayapmiz. Toshkentda
mana bugun 24 gradus ko'rsatyapti. 26, 27, 27 mana juda yuqori temperaturalar. Bir kun, 2 kun 23, 24 bo'lyapti. Undan keyin yana bir hafta qo'pol qilib aytganda 25-26 dan harorat yuqori bo'lyapti. Bu yerda nima jarayonlar ketadi? Hozirgi mana O'zbekiston bozorida sifatli gilos ko'chatlar yetishmovchiligi sezilyapti. Yaxshi payvandlikda, yaxshi nav, yirik bo'ladigan, biz zonaga tushadigan, siz zonangizga tushadigan giloslar topish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun Nordshontol Parking Plants'da sizlar uchun maxsus taklifimiz bor. Kremskiy 5, Kremskiy 6 Kremskiy 6 bu yarim pakana payvandlik tezroq mevaga kiritadi. Shularni biz 2027 kuzga chiqarib berish uchun 2026-yilda iyul oyigacha bizga zakaz qilib qiziqish bildiradigan bo'lsanglar 20% lik chegirmani e'lon qilyapmiz va siz xohlagan navni payvand qilib beramiz. Ya'ni kremskiylar bular o'zini isbotladi, issiq sovuqda, biz regionlarda suvsizlik muhitida va turli stress muhitlarida ham o'zini yaxshi ko'rsatdi. Shuning uchun bu payvandliklarga biz davom etamiz. 100 minglab biz payvandliklarimiz bo'lyapti. Kelib ko'rib, undan keyin zakazni berib ketinglar. Biz payvand paytida, payvand 26 mana iyul-avgustda boshlaymiz. Shundan oldin sizlar zakazinglar qabul qilamiz va 27 kuzga yetkazib beramiz. Shu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Erta harakat qilganlar birinchi bo'lib yaxshi sifatli ko'chatlarni va chegirmani qo'lga kiritadi. Rahmat. Endi changlanishda sekin men sizlarga tushuntiraman, gulni ochib, sababi bitta juda muhim masalalarimiz bor. Endi orada aytib ketishim kerak, oxirgi sovuqdan keyin gullar gullaydi, ichidagi urg'ochi qismi o'lgan. Mana erkaklari turibdi. Changchilari bu yerda urug'chisi bor, mana urug'. Mana bu qurib qolgan, mana oxiri ko'rsatuvdik. Bu ochilaveradi, gullaveradi. Hozir men shunaqa narsalar ko'ryapmanki, shogirdlar, agronomlar ham adashyapti. Yo'q, gullayapti, bo'ldi, sovuq urmagan. Unaqa narsa yo'q. Nokda ham, boshqa mevali daraxtlarda ham, shaftolida ham hozir ko'rdik, gullaveradi normallik bo'lib, ichida mana qurib qoladi. Ya'ni bu narsa bu sovuq urganlik belgisi. Sovuq urgan hisoblanadi buni. Shuning uchun sovuqda orada aytib ketganim sababi shu. Bu yerda mana buni strik, endi bu yerda mana trigini olamiz. Qarasanglar, bu yerda mana atrofda erkak changchilarimiz turibdi. Mana chang shu yerdan chiqadi va bularning hammasini olaman hozir mana erkak. Bular changlata olmaganligi uchun biz boshqa changlatuvchi ekyapmiz. O'zini changlatuvchilarda mana shu atrofidagina mana urg'ochisi, bu gul toj barglarini olamiz mana. Urg'ochisiga mana shu yerga chang kelib qo'yadi, shu changlanish bo'ladi. Mana demak, changni ari olib kelib, ari orqali ilashib mana shu yerga qo'nsa, mana changlanish deyiladi. Bu chang pastga qarab o'sish kerak bo'ladi. Keyin pastga qarab o'sib, mana yerda mana trubka hosil qilib urug'lanish deydi. Mana shu yerda danek yoki urug'ni paydo bo'lishi, bu urug'lanish deyiladi. O'shanda haqiqiy meva tugish jarayoni tugaydi. Endi tasavvur qilinglar, ari bor, arini qo'ydik. Ob-havo yaxshi kelmayapti. Nima holat bo'lishi mumkin? Ob-havo agar sovuq bo'ladigan bo'lsa, pastgacha o'sib bormaydi, changlanish bo'ladi, urug'lanish bo'lmaydi. Agar ob-havo o'ta issiq bo'ladigan bo'lsa, bu matga yetib olgunicha kamida 2-3 kun yaxshi havo turishi kerak. Bu yarim yo'lda qolib ketadi, juda ham issiq bo'lib ketsa, qurib qoladi va urug'lanish bo'lmaydi. Changlanish bo'laveradi, meva paydo bo'lmaydi. Shuning uchun biz pryamoy to'g'ridan to'g'ri o'zini changlatilmaydigan navlarda ob-havoga bog'langanmiz. Shuning uchun mana hozir haroratni ko'ryapman. Qiyin changlanadigan Valovoy sersa deysizmi, Regina, Cordenors hammasi qiyin changlanadiganlar nima issiq joylarda yaxshi changlana olmaydi bular. Sababi issiqda jarayon tez ketadi, bu oxirigacha yetib borib urug'lanish bo'lmay qoladi, chang tushaveradi. Shuning uchun buni issiq region, salqin regionlar 1000 metr, 1200 metr yoki 1,5 ming metr joyda agar bo'ladigan bo'lsa, havo salqin turadi. Mana hozir bizda 25 ko'rsatyapti deylik. U joylarda 20 gradus bo'ladi. Ya'ni 18-20 gradus bo'lganda bemalol bu yetib kela oladi bu yoqqa. Ya'ni ideal harorat bo'ladi. 20 21, 22 gacha. Undan keyin muammo bo'lishni boshlaydi. Shuning uchun Valovoy sersa, qiyin changlar, mana shu kam hosil navlarni yuqori zonaga qo'yganimiz sari bahorda salqinroq bo'ladi va meva tugishi yaxshilanadi. Shuning uchun endi tasavvur qiling, yomg'ir yog'ib turibdi, yetarlicha issiqlik yo'q, arilar uchalmayapti, unda ham changlanmaydi. Shuning uchun ob-havoga to'g'ridan to'g'ri bog'lanib, shamolda, yomg'irda, issiq va sovuqda urug'lanish, changlanish bo'lgan taqdirda ham urug'lanish bo'lmaydi. Meva yaxshi tugmaydi. O'shaning uchun yomg'ir urib ketdi gulda degan gaplar kelib chiqqan. Aslida yomg'ir urgani yo'q.
u changlanishga, urug'lanishga ulgurmagan. Shuning uchun keyinchalik tashlab yuboradi mevasini. Kichkina bo'lib turib mevasini tashlab yuboradi, urug'lanish yo'q, ichida danek paydo bo'lmaydi. Endi mana arilar ishlab yuribdi, ko'ryapsizlar. Shamol to'xtadi, hozir shamol kuchli edi. Arilar ko'rmayapti edik. Mana hozir endi arilar bugun kelib tushadi. Arilar joylashtirayotganda o'sha chetdan 50 metr ichkariga kirib, arilar 100 metrga uchadi. Masalan, 2-3 ta arini ko'rib bo'ldi, yaxshi ekan deb o'ylasak, bu xato. Hozir mana bog'da egasi bilan ham gaplashdik. Mana arilar uchib yuribdi, menga nima ari kerak deyapti akamiz. Unaqa emas. Biz siz bilan mana gaplashib turganimizda kim bilandir ari xalaqit beradigan darajada ko'p bo'lish kerak har bitta daraxtda. Tem bo'li hozir mana issiq kelyapti, biz tezroq changlanishga ega bo'lishimiz kerak, urug'lanish davom etishi uchun. Issiqqa o'tib ketganimiz sari bu salqinda 6 kundan 9 kungacha imkoniyat bo'ladi urug'lanishiga. Changlandi, 6 kun, 9 kun vaqtimiz bor, bemalol ulguradi. Agar issiq bo'ladigan bo'lsa, bu 9 kun, 6 kun emas, 3 kunda o'tib ketadi. O'sha 3 kun ichida ulgurish kerak bo'ladi o'sishga. Ayrim navlarda yana shunaqangi bir sложный joyi bor. Bu qanchalik trubka uzun bo'lsa, shuncha ko'p vaqt kerak deyiladi. Bu degani salqin regionlar, masalan, Yevropaga ham salqin regionlarda yetishtirishadi. Ularda yaxshi hosil qila oladi, chunki salqin o'tlar, tushunyapsizlar? Ya'ni o'sish uchun yetarli. 15 gradusdan baland bo'lish kerak. 20 ni orasida bo'lsa, 15-20 ni orasida bo'lsa, bu hamma giloslar uchun ham zo'r changlanish payti hisoblanadi. Endi bunaqangi muammolar, isishlar mart oyida ko'paygan sari, 25 dan oshganimiz sari nima kerak deydigan bo'lsanglar, gilos hosilini oshirishda faqat o'zini changlatuvchi navlar bilan ishlashimiz kerak. O'zini changlatuvchi navlarni yiriklashtirishni o'rganishimiz kerak. Bu qiyin emas. Tarbiyalab sekin-sekin ketaveramiz. Endi nasib qilsa yangi videomiz chiqadi. Shakl berish usullari va ularda qaysi shoxlarni qayerga joylab, qanday hosil olish bo'yicha alohida videomiz chiqadi. Kuzatishda davom etinglar. Podpiska bosmaganlar podpiskani bosib qo'yamiz, chunki juda ko'pchilik podpiskani o'sha a'zo bo'lishni bosmasdan videolarimizni tomosha qilishadi. Bog'iylarda hosilni oshirishga yana bitta katta ta'sir o'tkazadigan narsa bu changlatuvchilar aytaylik bir tomonga ekilib qolgan bo'lsa yoki navlaringiz alohida ekilgan bo'lsa va bir-birini changlata olishini bilsangiz, biz qiladigan ishimiz nima? Shox, ya'ni changlatadigan navni shoxini kesib turib, bular to'playmiz. Masalan, hozir bu yerda daraxtlarda ichkariga qarab o'sayotgan, bizga kerak bo'lmagan shoxlar bitta ikkitasini olyapman. Bular hammasini olib turib, mana bankaga suv solib turib, o'sha chang yo'q tomonga, changlatuvchimiz yo'q joylarga olib borib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu ertaroq o'sha bir xil paytda gullab qo'zg'alish kerak bo'ladi. Shuning uchun buni vaqtini to'g'ri olishingiz kerak. Masalan, tasavvur qilinglar, siz navingiz kechroq gullaydi, lekin changlatuvchingiz ertaroq qo'zg'alyapti. Siz changlatmoqchi bo'lgan shoxini olasizda, xolodilnikda solib ushlab turasiz. Sekinlatishimiz kerak uni, chunki biz asosiy davimiz kechroq gullaydi. Teskarisi bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda bizda shunaqa holat bo'lyapti. Bularni ham olib tezlatishimiz kerak. 50% ga to'g'ri keladi xolos. Buni issiqroq joyga olib kiradigan bo'lsak, kechasi ham bir xilda 25 gradus joyga xonaga olib kirib qo'ysak, bu tezroq yetiladi. Keyin olib chiqib turib dalaga tarqatib olishimiz mumkin. Ya'ni ikkala holatda ham erta kech bo'lgan taqdirda ham bir xil gullatishga qo'yamiz va masalan bu navda agar biz changlatish xolasak, o'rtasiga qo'yamiz. Nimada imkoniyat bo'lsa va buni solib qo'yamiz. Arilar o'sha yerdan changlarini olib tarqatib ketaveradi. Endi chang oladigan daraxtlarni, shox oladigan, bularni kesish paytida kesmasligingiz kerak, chunki biz uni keyinchalik shoxini kesib olamiz. Bizda bitta o'sha bog'da tajribalardan shuni ko'rsatyaptiki, biz kesib qo'yganmiz hamma joyda bir xil qilib, shox olamiz, endi mevali shoxlarni ham olishimizga to'g'ri kelyapti, ya'ni ko'p kesishimizga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun kesish paytida reja qilinglar, chang beradigan daraxtlarni shoxlarini kesmaymiz, maksimalli turadi. Ularda o'sha bahorda changlanishdan oldin erta yoki kechligiga qarab turib daraxtlar olib kirib kesamiz va o'rtasiga qo'yib changlanishiga biroz bo'lsa-da yordam beramiz. Bu ham yaxshi ishlardan bittasi. Ya'ni yo'qdan ko'ra sezonni shunday o'tkazib yuborganingizdan ko'ra 4-5 kilo meva paydo bo'lib qolishi mumkin va qo'shimcha daromadingiz 1 yil oldin boshlanadi va changlatuvchilar payvand qilish kerak albatta. Iskana payvand bilan hozir bahorda yoki kurtek payvand bilan yosh daraxtlar bo'lsa olib kirishinglar kerak. Hamma o'zini bog'ida shu videoni ko'rgandan keyin nechta bor, qayerda bor, hamma changlatuvchilar to'g'ri belgilab olinglar. Yil yaxshi bo'lib qolib, o'zini-o'zi changlanib qolmaydi. Changlatuvchi nav olib kirmaguninglarcha, ari qo'ymaguninglarcha, ob-havo yaxshi bo'lmagunicha
changlanib qolmaydi. Shuning uchun oson changlanadigan 25-27 gradusda ham meva qila oladigan navlar, o'zini changlatuvchi navlar. Agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa shunaqa navlar, issiqroqligiga unga ekamiz desanglar, Norchon Torga Parkent Plantsga murojaat qilinglar. 1-iyun 1-iyulgacha murojaat qilsanglar, VSL 2 da tez mevaga kiritadigan 4-yildan mevaga kiritadigan payvandlikda payvand qilib beramiz va 27-yil kuzga ko'chatlar tayyor bo'ladi. Changlatuvchilari bilan hammasini akkuratli qilib beramiz. Chunki bu sohada ko'p xato qildik. 20-25 yil ichida men o'zim va ko'p sortlarni o'rgandik. Qo'ldan kelgancha iloji boricha bir xil gullaydigan va changlata oladigan navlarni qilish harakatidamiz. Xudo xolasa murojaat qilinglar. imkoniyatni boy bermayman. Demak, sizlarga aytgan kichkinagina sovg'amiz bu o'sha Telegram kanaliga qo'yiladigan 2 betli to'liq changlatuvchi changlanish gilosda gilos changlanishi va meva tugish haqidagi murakkab bir jarayon, biologik to'g'ri o'shani oson bir tushuntirib beradigan to'liq ma'lumotnoma bor. Videoni ham ko'rgan zahoti mana bu yerda o'zini changlatuvchi navlar haqida ham ma'lumot keltirilgan. Iqlimda, ob-havoni, arilarni hammasini o'zaro kelishi, urug'lanish tezligi va boshqa turli tuman ma'lumotlar bor. Bularni Telegram kanaliga o'tib, Shuhrat Abrorovga o'tib bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat. Bog' qilayotganda yoki gilos bog' qilmoqchi bo'lganlarda eng katta qo'rquvlardan biri bu noto'g'ri navni tanlab qo'yish. Noto'g'ri navni payvandlikni tanlab qo'yaman deb ko'pchilik qo'rqadi. Bu narsalar oldini olish uchun albatta sizlarda bu ilmiylar bo'ladigan bo'lsa, navlar haqida mana bu yerda kitobda bizni eng asosiy navlarimiz, erta pishar navlarimizdan Royal Toga, Nimba va shunga o'xshagan 50 dan oshiq, 60 ga yaqin navlar haqida ma'lumotlarni bemalol kitobdan olishingiz mumkin. Murojaat qilinglar, kitoblar o'qib, undan keyin navlarni qaysi regionga mos kelishi, issiq hududga, erta pisharligi va boshqa payvandlikka bo'lgan talablari alohida bu yerda yozib keltirganman. Bu narsalarni o'rganishingiz mumkin va kitobda olishingiz mumkin imkoniyati bor hozir. Rahmat.